Ko'pchilik kasalliklar birdaniga o'z-o'zidan paydo bo'ladi deb o'ylaydi. Masalan, bir kuni tizzangiz og'rib qoladi yoki to'satdan charchoq boshlanadi. Lekin mutaxassislar nima deydi? Ko'plab muammolar organizm ichida juda sekin boshlanadigan yallig'lanishlarga borib taqaladi. Eng qiyini shundaki, bu jarayonlar uzoq vaqt davomida umuman sezilmaydi va og'riq bermaydi. Lekin tana juda ko'p bor signallar yuborishni boshlaydi. Masalan, doimiy charchoq, immunitetning pasayishi, bo'g'imlardagi noqulaylik yoki teridagi har xil muammolar. Ko'pchilik buni shunchaki ko'p ishlab charchadim deb o'tkazib yuboradi. Shuning uchun mutaxassislar ratsionga antioksidantlarga boy ozuqalarni qo'shishni tavsiya qiladi. Shunday tarixiy o'simliklardan biri bu kurkuma. Uning tarkibidagi faol moddalar asrlar davomida yallig'lanishga qarshi xususiyatlari bilan qadrlanib kelgan. Bu dori emas, u tanani tabiiy ozuqalar bilan qo'llab-quvvatlovchi vositadir. Lekin bu yerda bir muhim savol tug'iladi. O'z organizmda ichki yallig'lanish bor yoki yo'qligini qanday aniqlash mumkin? Buni bilish uchun esa sizlar bilan keyingi videoda bir kichik test o'tkazamiz. Uni o'tkazib yubormaslik uchun esa sahifamizga obuna bo'ling.